Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Men hozir Janba ko'li bo'yida. Bugun ajoyib chiroyli bir kun bo'ldi. Atdiganda ko'l bo'yini bo'ylab biroz yugurgandim. Bulutsiz ko'pko'k osmon, zumraddek suzuk suv, güzel manzaralardan hakikaten bekmo bahra aldım. Şuna şu güzel manzaralardan sizlarni bahra alsın deb ko'l bo'yiga keldim, asar o'qib berdiğanga. Men odatda bek xurafiy emas. Şuningdimi ishinamanki bizden vaqtsiz ayrılgan dаңlıq yazgıçılarımızın əsərlərini mana şunda güzel manzaralarda o'qib bersem sizlarlam emas, belki bizden vaqtsiz ayrılgan şu ecdatlarımız bizden memnun boludu, ruhi şatlandı deb o'ylayman. Maqul amsa bir yana tep o'ltirib asar o'qishni boshlaylik. Kunmi o'ltiray deb qoldim mana. Xo'sh, bugun sizlarga o'qib bermoqchi bo'lgan asar dаңlıq alimimiz mərhum Abdüşkür Muhammed Eminning "Men ve mening xalqim" nomli asarining eng oxirgi bölümü. Xo'sh. 25-chi bob. Demigil boshimga keldi ming balamu bir balaga mubtala. Abdurrahman. Hayat telpinişleri, ümit ve xiyallar bu qitimqi kursning asosiy utqi edi. Men ikki ishni unutmayman. Bir kuni ta'sirlantirish uchun ayolim do'stlarimning da'vat xatlarini elib, ikkinchi o'g'lim Akbar amdala tam yaqilab yurishga boshlagan Asqarni yetilib kursga kirib keldi. Asqar mendan qochatdi. Akbar bo'lsa, "Men seni to'niyman" deb qo'ydi. Öz qinimdan bo'lgan bu balalarımның söz hareketidan ko'zimga yosh yamradi. Balalar qaytganda qoidani buzib, derazadagi chaplaqliq qog'ozdan ko'zchilik yo'chiq ochdim. Balalarni yetilab ketayotgan qari yopka, oq ko'pda, qara o'rimi chash sohib Jamolga ko'zim tushdi. O balalarni yetilab va ko'tirib, ko'zidagi munchoq yoshlarini yoshirib, qamatli gavdasini ko'tirib yiroqlab ketdi. Men qog'oz yo'chiqini qog'oz bilan chopladim. Jing Yingui menga dastlabida qattiq tegdi. Keyin men uningga yanchiqqa salg'udak qatlama o'rindiq yasab berishga ma'qul keldim. O hara, randa sir elib keldi. Kun o'tkazish uchun shundoq o'rindiqdan 10ga yaqin yasadim. Arliqda biri taxtayga Asqarning rasmini sizib, oq sir bilan sirladim. Orqasiga Asqarga atab xat yozib, ustiga post berib, yana sirlavatdim. Qattiq ursa xat ichilishi mumkin edi. Asqar bu rasmni davomli saqlab kelmoqda. Hatto u hozir Şinjan San'at İnstituti Rassamlık Fakültetining o'quvchisi. Men yana yog'ochdan Ra'noning yerim badan haykalini o'ydim. Uni soladigan yog'och sanduqcha yasadim. Pat Sibiriya ibtidoiy odamlardek bu ma'budga kuniga sig'inatdim. Eg'ir kunlarda yotqanning paxtasiga ko'k siyahlangan paxta piltida bir jumla so'z hayat, ümit deb xat yozib qo'ydim. To'satdan xalq gazetasiga yozilgan bosh maqolada idealizm va metafizika tanqidlangan jumlalar e'lon qilindi. Darhol sezdimki, JKP Markaziy komitetida muhim o'zgarish bo'lgan. Kurs uzunga bormaydi. Degandek, Linbiao voqeasi bo'lgan ekan. Ancha uzun o'tmay uyga qaytdim. İş bunun bilan oxirlashmadi. Bir mezgil maktab bo'yicha Nansen tog'liq rayoniga tarqoqlashtirildik.
Onungacha Sanjida yoz bo'yi tarqaqlashtirilishda turgan edi. Bu mohiyatda umumiy xalq o'rganish kursi edi. Qaysi kunlik esimda yo'q. 4 kishilik guruh tarmar qilindi degan xabar olamni qopladi. 4 kishilik guruh degan bu atalmaga shunday qiziqdimki, u butkul jumhuriyatimizdagi rodipay marazni bir tugungila yig'ib qo'ygandek shunday xushallik keltirdi. Darvaqa atalmış madaniyat zo'r inqilobida jafo chekkanlar qahramonlik salohiyati bilan hurmatlanishga boshlandi. Hech qancha jafo chekmagan, hatto boshqalarga azob solganlar ichidinmi jafo chekkan azimatlar chiqdi. Düşman qaçsa botir ko'payar degandek jangdan keyingi botirlar texi hammaning oldiga chiqib elishdi. Farq tug'ildi. Bu ruhiyatimizning yangi sultonidek bizga yangi nijodiyatdan bishorat elib keldi. Kunlarning birida Nansanda ayni yillardagi avtonom rayon raisi Sayfiddin Azizi bilan uchrashib qoldim. U kishining taklifi bilan Qarag'ay tegidagi shehrada kallapaqalchoq tamiqiga eg'iz tagdi. Parang aramida men dedim. Bu asrni otalarimiz qandoq topshirib olganligini bilmaymiz. O'zlari bu asrni yoshlarga topshirib berguchilardan biri. Uyg'urlarning taklimakandek chechilib ketgan madaniyati xuddi 86dak tugunlab ismi ta'rifini yezib berib bu asrni o'tkazib beramizmi yoki biror yangi yil ziyofati va tabrik so'zi bilan o'tkazib beramizmi? Sayfiddin Azizi ko'zimga tiran tikildi. Sekund ichida fikrini yig'di. U dedi: "Albatta 86 qilishimiz kerak. 12 muqam bu xaltalarning biri." Men dedim: "Biz o'zimizni bilishimiz kerak. Biz madaniyat millati. Bu biz madaniyatlik millat deganlik emas. Madaniyat kategoriyasida zo'r ishlarni qila olishi mumkin millat deganlik. Iqtisoddami, misolan, savdogarchilikda xeyla natija qozonishimiz mumkin. Ammo yanala madaniyat bizning faoliyat sahnamiz." Men yana har bir donglik ishimiz mushu tarixiy strategiyalik. Hey! Quyoshmi o'ltirib o'tdi ana. Ne kelgandim men. Men yana har bir angliq kishimiz mushu tarixiy strategiyalik mumkinligini bilishi va uningga angliq muomala qilishi lozim deb qarayman dedim. Sayfiddin Azizi ruhlandi. U 12 muqam haqidagi tasavvurlarni dedi va meni 12 muqamni yangi tekst va yoshlar ovozida ishlab chiqarishga yordamlashsangiz dedi. Deganda Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik madaniyat idorasi yana nazoratida muqam haqida yig'in ochildi. Men taklif bilan qatnashdim. Yig'inda Turdaxon aka 1950-yillarning 5-inde o'rindigan va lentaga elingan 12 muqamning un elingan sim va lentalari ko'nirgan, chechilib yurgan, ba'zi tekstlari aniq bo'lmaganlikdan yoshlar ovoziga o'zlashtirish, uni bir butkul ansambl ovoziga ko'tirish bilan ayni zamonda qoriyib deb qorlangan muqamni ayni zaman talebi bo'yicha yangi tekstga selish, shu orqali yo'riq dunyoga chiqarish masalasi muzokara qilindi. Bu cheklangan 12 muqamni ozod qilishdagi mengishqa bo'ladigan birla yo'l edi. Texi so'lchil ideya asarati tugamagan o yillarda Uyg'ur muqamlari to'g'riliqmi har xil fikr tushdi. Sayfiddin Azizi yig'inga bevosita qatnashmagan bilan 12 muqamni 12 opera qilish tashabbusida yig'inni Xinjiang opera o'miki tashkillagan edi. Ba'zilar 12 muqamni partiya, armiya, xalq kommunisi qatorliq 12 temada tekstlashtirishni o'tirg'a qo'ydi.
Mən texi qalpıqı ilinmağanlıqı naməlum, fəqət 4 kişilik guruh tarmar qılınğaçqa qət götürgən və tüncə yığınğa çağırılğan kişi edim. Meni yığın rəisi sözləşki təklif qıldı. Mən mundaq məzmunda sözlüdüm. 12 muqam Uyğur xalq klassik muzikası. O bütkül məmləkətdəki həmmə millət xalqının ortaq siyasi hücceti, siyasi dəstur emas. Onun tekstləri, yani nazm, g'azalları ne nuqul siyasi kategoriyalar bo'yicha taqsim qilishga bo'lmaydi. Misolan, muqamning ikkinchisi chabiyatni xalq ozodlik armiyasiga qanday moslashtirish mumkin? Çoğ nağmada quruqluq armiyasi, dostanda dengiz armiyasi, mashrabda havo armiyasi mi? Nuqul birla tema tekrar deyilish kerakmi? Bu muqamni tushunmaganlik. 12 muqam 12 opera emas. 12 opera muzikasini 12 muqam asosida ishlash boshqa gap. 12 muqam tekstlarini ona tekst shaklida ishlash yana boshqa gap. 12 muqam rivojlanishi lozim. O'z janri, o'z qonuniyati bo'yicha rivojlanishi lozim. Saqlanish rivojlanishning oldingi sharti. Onishki muqam muzikalardan vaqtliq ariyat elib, har xil konsert ishlash mumkin. Partiyani kuylash mumkin. Bu yerda 12 muqam ana tekst bo'lmay, armiya masalasi. Ana tekstlarda partiya, armiya, mavjushi, xojushi, Tianshan, Tayxanshan demagan yaxshi. Yangi tekstlar kona tekstlarning qonuniyati bo'yicha sal taraqqiyparvar yezilsa bo'ldi. Mening fikrimdan ba'zilar cho'chishdi, ba'zilari ruhlanishdi. Men muqam masalasini bir ilmiy masala sifatida o'z xususiyati va qonuniyati bo'yicha tilga olgan edim. Yuraklik yoki qo'rqinchoqlik, o'ngchillik yoki so'lchillik masalasi mavjud emas edi. Yig'in boshqaruvchi rais Sayfiddin Aziziga vakolatan meni mas'ul Tayyipjon Eliyov bilan Shinjong gazetining muavin bosh muharriri Obliz Nozirni o'rinbosar qilgan bir rahbarlik kollektivini e'lon qildi. Shundoq qilib bir qancha oy men bu xizmatga jalb qilindim. Shu narsaga echinamanki, bu mo'tavar kishi 1991-yil kuzda bu fikrini qayta takrorladi. Oningcha 12 muqam nomlari, tekstlari hozirgi Uyg'ur iborasi va zamon mazmuniga aylantirilishi, 12 muqam muzika gavdasi simfoniyaga aylantirishi lozim edi. Bahar çiçeklari ichilgandan keyinmi qor yog'adigan hodislar ko'rilib turgandek, Shinjongdan Sayfiddin Azizning Beijingga yo'tkilishi xeylala o'tkir chivirgan shamili paydo qildi. Siyosiy fursat qo'yidagi kishilarning ruhiy holati bilan siyosiy harakat odat kuchining jamoatchilik engidagi psixik cho'kmalari tufaylidan bu shamol tezlikda to'pchonliq bo'ronga aylandi. Men bo'ronliq paytda shoxdan tushgan yov meyvelarni talishib ovora bo'lib yuradigan cheqir ko'z maymunlarni ko'z oldimga keltirdim. Men yana bir qitim gumboqqa nazarbandi qilindim. Birdanla Sayfiddin Azizining nomiga tutashtirilib, nohaq haqoratlandim. Vaholanki bu ichida mig'izi yo'q shakaldek nuqul, ma'nisiz, quruq dabdaba va yomg'irsiz guldirmom edi xolos. Bu qitimliq kamer Shinjong universiteti kutubxonasidagi bir hujra bo'lib, ikki yigit meni ko'rsatdi. Bular keyincha men bilan tanishdi va menga mashrang harbiy kiyim, kakarsiz shapkasini kiydirib, kashda ko'chini aylantirdi. Biz maktabdan iroqlab ketdik. Bu psixika, oq ko'ngillik va insonparvarlikning yushurun
tantanisi edi. Men köpligen rubayini mushu qamalda yazdım. Ba'zilarini yirtib, darhol hojatxona suyiga ravon qilib yo'qotishga majbur edim. 12 muqamni axlab shu chaqdagi oliy huquq egisi Abnum rayonluq partkomning sekretari Wang Funga Xanzu yeziqida ko'plab ig'ir xatlar yozdim. Keyin ma'lum bo'lishicha, uni xatchaklar ishxonasi tutib qolgan ekan. Muqam tekstiriga dohiylar nomini kirgizmaslikda ching turgan degan ayblashni biraylan o'tirg'a qo'ygan ekan. Men uning muqamga solgan bir g'azalidagi shu xil ismini elib etgan edim. Men biror botirlik yoki haramlik bilan emas, balki 12 muqamning qonuniyatiga hurmat qilish, uni siyosiylashtirmaslik nuqtasidan shunday qilishni loyiq ko'rgan edim. Bu qitimqi qamalda bu bir fosh qilish asosliq sangi tosh bo'lgan edi. Bu qitim masala topshirish uchun bergan qog'ozga 10 hikoya yozmoq bo'ldim. Birinchi hikoya Toshparini yozib bo'lishimga bu bir kalta muhit o'zgarib ketdi. Yana bir qitim ozod qilingan bo'ldim. Biroq helimo tushlarimdan tutqun tuyg'ularining xunuk ko'langilari ketmagan edi. Bu yillar ichida savdoliq ta'ajjubnomasining asosiy gavdasini tamomladim. U Kakuknoma, Marjonnoma, Sumruqnoma, Jahonnoma, Nijodiyatnomadan iborat har biri 100 dan jami 500 gacha hikmat liriksidan tashkil topgan edi. Kakuknoma umuman erkinlikka intilgan kishilik ruhining dil bayoniga o'xshaydi. Marjonnoma aqli toifa ziyolilarning ozodlik turmushini yo'ritishdagi qimmatini gavlandirgan. Sumruqnoma tarixni insonga yig'inchoqlab ko'zitishgan. Jahonnoma insoniyatning ichidagi har xil tipga qartilgan. Nijodiyatnoma umuman kishilik g'oyiviy chiqish yo'li ustidagi fikr marjonlarini tizgan. Bu o'zim yaxshi ko'radigan qo'l yozmalarimdan biri bo'lib, faryoddan xoli, allaqandaqdir insonparvar ilmiy tafakkurning tasavvuf shaklidagi bir jilvasi edi. Buningda men olamga kelgan biror ko'zatchi qiyofatida, ammo ig'ir haqorat qaynamlaridagi pisandsiz o'ylang'uchi shaklida so'zladim. Mutafakkurning saron qiyofatidagi oljishlardan biri namuna bo'lgan bu asarga Uyg'ur tili tasviriy xazinasining bir qismi sig'dalgan. Ajab chiroyli manzara, ha? Tahrirlangan. Tunji o'g'lim Anvar Lutfi oliy o'qishga siyosiy sharti kamlik qilib qabul qilinmadi. Uni Beijingdan havo armiya maktabi tanladi. Biroq 3 ajdod qizil bo'lish shartiga to'shmaydi. U qanday qilib 2 asr ilgarikidan boshlanadigan 3 ajdodini qizillashtira olsin? Birinchi hayotlik iftixorimning bu fojiasi zamonning tetixsiz hokim mutlaqlik va xorlig'uchi mohiyatlarning bir dalili edi. O'g'lim ma'yuslandi, ammo u yig'lamadi. Uning yosh onasi asta ko'z yoshini oqqizdi. Jallatdek muhit. O'g'lim, onasi va mening 3 xil, ammo o'xshamagan ma'yus ruhiyatimiz mana bu ayni zamon chinliqining bir ko'zniki. Men mushu aslimi shakldagi xotirlarni mushu sukutlik, ammo teranlab yurakka burg'i solgan nafrat turkisida yozishga boshladim.
Onun şikayeti çin. O çinlik şikayeti edi. 1975-yili anamning vafoti to'g'riliq telegramma topshirib oldim. Bu chet eldan kelgan xatlar qattiq ta'qib qilinadigan muhitda qo'limga tekkan tunji telegramma bo'lib, uni hech o'qimay turibla yuragim qartildab ketdi. Menga hayotlik dashtimdagi muborak birdan bir pasibanim yo'qolganligidan derak beradigan bu telegrammani ichish shuncha qiyinga to'xtadi. U ruscha yozilgan va men o'ylagandek edi. Meni tug'ilib yig'lamagan deb so'zlaydi ona. U ko'z yeshimni ko'rmagan. Mana endi u yo'q. Men yig'ladim. U yanala yeshimni ko'rolmaydi. Ammo bu tunji ko'z yeshim va ayni o't misoli qon edi. Sinib ichak chegaradan parvoyi palak qerilar va yigitlar bilan nazirchiroq qilib marhumaning ruhiga aminlik tiladik. Shuningdan keyin men bu oliyjanob shoira onam yezib ketgan hijron g'azallarini hamrohi taxallusida ratildim. Hammasini Boburning 5 beytlik g'azallaridek 5 beytlik qildim. Qisqartdim, bo'ldim, qo'shdim. U yozmagan, lekin she'ri muhitdorligi kuchlik. Men biladigan ahvollardan g'azallar yezib qo'ydim. Bu mening uning ruhiyatiga chekilgan halol obidam edi. Uni men dastlabida 40 g'azalga yetkazdim. Buloq jurnalining hozirgi, ya'ni 1991-yili muavin bosh muharriri Muhammad Tursun Bahoviddin u chaqda xizmatga yangi chiqqan muharrir edi. U yoshirin holatda buni menga mashinkada 3 nusxa bostirib berdi. Qashqar Koni shaharga, Koni shahar adabiyotiga bir nusxani, G'uljiga bir nusxani avatdim. Men kutib o'tkazma umrimni nodon nurga cho'milgancha deb qaraydim. Bir nusxasi o'zimda qoldi. Keyincha, ya'ni 1983-yili Fronzi Beshkek shahriga berib, ota-onamga nazr qilganda, uning 7 daftar she'r tepib oldim. Shu yerda va qaytgandan keyin Urumchida uning she'r g'azallarini g'azallashtirib 120 dan oshirdim. Onun qabrisi Ko'kyarda to'liqcha qilib yasalgan. Onunga mundaq rubai yezilgan edi. O'rin tutmuş lahatgohdan g'azal ham hijri sultoni, qatl arvohi bo'ldi kutkunida vasli luqmoni. Egib boshini o'g'lin Shukrulla chekdi xat bir kun, g'azal hamrohidan titrar basharang sina qalqon. Anamning vafotidan keyin 8 yil o'tganda men Sovetlar ittifoqiga Ra'no bilan borgan edim. Tillarda daston bu zaminning taraqqiyoti va g'urbatlari menga o'zini ko'rsatdi. Qizg'in kutildim. U elning hukumatimi zo'r iltifot qildi. Bizning hukumatmi iltifot qildi. Bu menga tasoddibiy xayrixohlik bo'lib, uni o'zimga xos kishilik falsafasi bo'yicha chiqardim. Mening tushunchimcha siyosat bevafo, bir mazgillik egoizmlik narsa. Biror tarafning siyosatidan ichilgan tabassum guli bevafolikning guli bo'lib, uningga faqat assalomu alaykum va alaykum assalomdan boshqa javob hojasiz. Faqat tarix, xalq tarixila haqiqiy nuronlikqa yuzlangan tarix.
tanlash paytida faqat birla mezonni, xalqni o'lcham qilish kerak. Siyosat tantanisi, qahramonlik madhiyalari ko'rik beshidagi bir nafaslik gullik darvoza. Onunğa kulib qo'yish kifoya. Manga bildirilgan iltifatlar faqat mening har ikki hukumatdan xato to'yg'iga kelib qolmasligimga qartilgan attir chechish ekanligini yaxshi bilatdim. Xolisliqim va pokliqim tufayli har qaysi taraf to'liq ishonch hosil qila olmaydi va xayrixoliq chechaklarini chechishga majbur bo'ladi. Qulluqqa tushmaslik azizlanishning oldingi sharti va mustaqil inson bo'lishning qibla nomusi. Olmuta, Frunze, Toshkentlarda, keyincha Buxoro, Samarqandlarda ko'plagan olim bilan ko'rishdim. Ularning sovg'a qilgan kitoblari 500 parchadan oshdi. Bu ota-onam qabrisini yo'qlashga tunji qitim chiqishim edi. Yigirma 6. bab. Yerling toshim yerildi oqibat, tushdi boshimga nuri nijodiyat. JKP 11-navbatlik Markaziy komiteti 3-umum yig'ini qalaymiqanchiliklarni tuzash yuzasidan 55-nomerli hujjat e'lon qildi. Men siyosiy jihatdan ziyonkashlikka uchragan ham xato holda o'ng qilingan degan xulosa bilan oqlandim. Maaş, xizmat, partiyalikim ulab asliga keltirildi. Siyosatni amaliyleştirishdan tekkan pulga bir das 2 cho'ng chelak elib olganligimiz esimda. O'qitish, ta'lim tarbiya. O'qitish qo'sh xarakterlik ilmiy faoliyat. U bir tarafdan o'qish, o'rganish, ilm muhokimasi qilish. Yani bir tarafdan o öğrengenni ameliyatga ishiltish, tarbiya bilan shug'ullanish faoliyati. O'qitish huquqiy, o'qitish huzuri, o'qitish g'ururi kelgusiga nazar og'dirgan har bir qalb uchun oliy ruhiy mukofot. Men o'qitish huquqimni yo'qotgan yerimdan qayta topdim. Shuningdan boshlab o'qituvchilik hayotim qayta davomlashdi. Bu qitim Şinjan Universiteti Adabiyot fakultetidagi do'stlarimning talabi bilan shu fakultetda estetika tarixi darslardan dars berdim. Bir qancha ish esimda. Aqlangan kunim qo'limga mening ustimdagi atalmış pash qilish materiali, yakka materiallardan bir qo'ltiq berdi. Istil tustish deb atalgan bu harakatda atrofimdagilarning tanka, bozg'on, qilich nomida e'lon qilgan cho'ng xatlik gazet tekstlari shundoq material qilingan edi. Men non yaqqanda to'nirga biraqla bu qog'ozlarni tuturuq qilmoqchi edim. Kim bilsin, oxiri benzinsiz yonmadi. Egiz yolqin yanada xiyol surdim. Ko'zimga darg'azablanayotgan va chorasiz pash qilg'uvchilar ko'rindi. Ular ilojsiz pash qilg'uvchi, erksiz va yolg'onga majburlangan baxtsizlar edi. Ularga echindim. Dunyo shu vaqtda yoki pash qilg'uvchi yoki pash qiling'uvchidan iborat ikki xil personajdan birini tanlashga majbur qilingan edi. O'qituvchilik ota-onamning vasiyati edi. Kichkimda a'loch o'qidim. Ilmga havasim kuchli edi. Vaqtni qo'ldan berishni xohlamaydim. Yana o'quvchilar, yoshlar uyushmalarining aktiv qatnashchisi edim. Shunga otam meni izchil ilm yo'lini
Şuna atam meni izchil ilim yo'lini tut. Bu yo'lni üzüp qo'ymaslik uchun hozir o'quvchilar uyushma yoshlar ittifoqining faol tashkilotchisi bo'l. Ammo xizmatga chiqqanda guruh boshliqchilik ma'muriy xizmatni qilma degan. Onam ilim bilan ham amaliyat bilan shug'ullanishning eng yaxshi shakli o'qituvchilik degan. Men bu vasiyatga xiloflik qilmadim. Ammo mansab masalasida menga tasavvur jihatda raqobat jangohi oshgan do'stlarim menga xeylilar jafo yetkazdi. Ben 1956-yildan muhimi 1980-yillardan boshlab hozirgacha, ya'ni 1991-yil dekabrgacha 20 kitob originali va 260 parcha ilim tadqiqot maqolasi, taxminan 3000 cha she'r yozdim. Yaqinda asarlar katalogini bostirib, universitetning eng zo'r tamg'asini besib isbotlab berishdi. Bu natijalar ichida eng muhimi monolar edi. Uyg'ur klassik muzikasi 12 muqam haqida, Xinjiangning tong davridagi naqshi usul san'ati, umumiy estetika, Uyg'ur falsafa tarixiga oid masalalar, ruboiyat 1, ruboiyat 2, cho'g'liq, qarliq tog' shajarasi, Farabi va uning falsafa sistemasi, Uyg'ur falsafa tarixi, Qutatqu bilik xazinasi, Xinjiang Toshkemir san'ati, qadimki Markaziy Osiyo, qatlamliq estetika, bahoriyat, oq tuz, uchqun va shabnam, g'azaliyat, muhabbat yig'laydi, savdoliq taajjubnomasi va boshqalar. Mening o'qitish va ilm tadqiqoti natijalarimga yuqori baho berildi. Dastlabida dotsent 5 yil o'tgandan keyin, ya'ni 1986-yili professorlik unvonini berishdi. Bu Xinjiangdagi Uyg'urlar ichidagi tunji turkumdagi professorlik unvoni edi. Men shu yil oktabrda Sharqiy Okean Akademiyasi Kyoto universitetining taklifi bilan Yaponiyaga uchuq ilmiy leksiyaga bordim. Bu bo'ron chaqin ko'rishidan keyin dunyodan xabardor bo'lish edi. Yaponiyada mashhur O'rta Osiyo va Ipak yo'li olimlaridan Haneda Akira, Ansin Xiaofu, Mani Eiji, Xiaoyu, Silian qatorliq kishilar leksiyalarimni angladi. Ziyofat, sayohatlarda bo'ldim. Bu haqda mening maxsus Jabarg'an eliga ziyorat nomli xotiram Urumchi kashlik gazetida 27 kun ulab e'lon qilindi. Ilim faoliyatlari ko'paydi. Qutatqu bilik, divanu lug'atin turk 12 muqam haqidagi ilmiy faoliyatlarda ilim tadqiqoti maqolalarim gazetlarning shu jihatda e'lon qilgan asosiy maqolasi qilindi. Haynandao, Guangzhou, Shanghai, Yanji, Turpan, Qashqar yakanlarda ichilgan avtonom rayonlik, davlatlik, xalqaroliq ilim muhokamasi yig'inlariga qatnashdim. Esimda qolgani Jungo asonliq millatlar falsafa tarixining bosh muharriri bo'lganligim. Jungo asonliq millatlar falsafa, ijtimoiy ideyalar tarixi ilim muhokamasi yig'inida Farabining falsafa sistemasi haqida so'zlaganimda mashhur faylasuf Yu Guangyuanning yuqori baho bergani. Kongzi xalqaro ilm muhokamasi yig'inida rost Konfuziyadan yolg'on Konfuziyani ustun deganimda chet ellik olimlarning o'rinlaridan turib qarshi olganligi. Hozirgi zaman munavvar Jungo faylasuflaridan 20 kishining biri bo'lib baholanganligi. Shular sayrab ketdi. O'zbekiston ijtimoiy fanlar jurnalida 2 qitim maxsus asarlarimni yuqori baholab maqola e'lon qilinganligi. Yaponiyalik dotsent Hori Sinao apandining
manga iltimos qilib, Ürümchida menda 8 oy o'qib bilim to'liqlaganligi. Jungo Ipak yo'li tadqiqot markazi, Ürümchi G'arbiy diyor san'at tadqiqot jamiyati, Xinjiang Uyg'ur Abnum rayonlik muqam tadqiqot ilmiy jamiyati, Xinjiang estetika jamiyatiga jamiyat boshlig'i yoki o'rinbosar bo'lganligim qatorliqlar bo'ldi. 1992-yil oktyabrda mamlakat bo'yicha muqam san'atshunosi nomi berildi. Bu yillarda o'g'lim Anvar Toshkentda Layla qizga uylandi. 1992-yil fevralda navram Ruxsona tug'ildi. Akbar Shian Tashyo'l institutini tamomlab, Xinjiang Uyg'ur Abnum rayonlik qatnash nazoratida yordamchi injener bo'ldi. Asqar Xinjiang san'at institutida, bir yildan keyin Toshkent san'at institutida moy bo'yoq rassomligi bo'yicha o'qishga kirdi. Farruq 1992-yili Xinjiang tajriba o'rta maktabini tamomlab, Xinjiang universiteti chet tillar fakulteti ingliz tili sinfiga o'qishga kirdi. Hammam Hamragul 1991-yili, tag'am Abdukerim Ibrohim 1992-yili Qashqar Koni shahar noyisi va Otushda qazo qildi. O'g'lim Anvarning to'yiga Toshkentdan Quda Anvarxon opa, ochisi Xayrixon opa, kelin Layli qiz, ochisi Mavluda, Anvarxon opaning do'sti Saidxonlar aeroplanda kelishdi. 1990-yili noyabrda Xinjiang universiteti tamoqxonasida to'y qilib berdi. 1991-yili 18-mayda Toshkentda Quda taraf Guliston to'y ma'raka zalida to'y uyushtirdi. Bu qitim she'rlarim O'zbekistonda gezga chiqdi. Radioda o'qildi. Xayrullayev qatorliq akademiklar bilan yana uchrashdim. Tamara xonim bilan ko'rishdim. O'shda Taxti Sulaymon teg'ida namoz o'qidim. She'r yozdim. Bronzaga berib Mijit qarim bilan tuproq beshiga chiqdim. Anjonga bordim. Uyg'ur jamiyatining raisi Hasan aka bilan ko'rishdim. Orliqdiki 10 yil shundoq o'tdi. Ilm masalalarida qatlam nazariyasi, metodologiyasi, qatlamliq estetika sistemasi, tarixning o'z uchuri bilan yezish, madaniyat taraqqiyotining senkirtik qatlam qarashi, yerlik madaniyat, xalqaro tipdagi madaniyatdan iborat ikki xil madaniyat va dunyoga yuzlangan 5 xil tipdagi madaniyat qarashi, tarixning o'tkinchi hodislari va o'lmas mohiyatdan iborat ikki qismga bo'linishi, madaniyatda folklorlik irsi genealogiyalik omilining bo'ladiganligi, dengiz qatnashi ustunlik olgan davrning yangi quruqlik havo qatnashi ustunligiga o'rin bo'shtadiganligi qatorliq bir qator yangi qarashni o'tirg'a qo'ydi. Qarong'i tushib ketdi, shuningdimi eng oxirgi bobni o'qib o'tay. 27-bob. Yo'riqliq qarong'uliqdan yaralgan koni bu olam, nur va soyalar ara o'tkazar umr odam. Abdur 1987-yildan 1992-yilgacha bir qator jiddiy rashik, hasad hujumi, jamoatchilik qoymoqishi bo'hronlarining birlikda qilgan hujumlariga duch keldim. Hayronman. 1947-1950-yillarda Qashqarda qorong'u zulmat kuchlari quturgan. 1957-yili 1962-yillari istil tuztish deb atalgan harakatning bir qancha yillik besimiga uchragan. 1977-1978-yillari yana fevral ta'tir shomili degan quyunning zarbasida 8 oy maktabda qomilib qolgan edi.
Birinchi qitimliqda cho'ng anam Anarxandın. İkinci qitimliqida otam Muhammad Emindin. Üçüncü qitimliqida anamdan ayrılıp qalğan edim. 1987-1992 yıllarda hammam ve tağamdan ayrıldım. Bu qitim tövəndəki suiqasd içində boldum. O'quvchi va yosh o'qituvchi vaqtimizda men Muzaffar Azizi, Sharifiddin Umar do'st edim. Istil tuzishda men ig'ir zarbini ustimga oldim. Muzaffar Azizi Anjonga chiqib ketdi. U Asaka tajriba maydonida yangi paxta sortlarini yetishtirdi. Keyin paxtachilik olimi sifatida O'zbekiston rahbari Sharaf Rashidovning qabul qilish sharafiga muyassar bo'ldi. U Anjonda tuyuqsiz qazo qildi. U men bilan tanishgandan keyingi butkul umrida olimning men va mening xalqim nomli aslimisi umri yor bermaganligi sababli mushu yerda to'xtab qolgan. Afsus, bu asarning oxiri bizga noma'lum bo'ldi, chunki asar yozilib mushaga kelgan vaqtida olimimiz biz bilan mangulik vidolashgan. Men bu asarni sizlarga o'qib berganligimdan to'liq xursandman. Onun ustiga bugun shundoq bir chiroyli kun o'ltirgan manzarda o'qishni boshlagandim. Mana qorong'u tushib ketdi. Asarlarni yoqtirgan bo'lsanglar, ham baharlashni unutib qolmanglar. Sizlardan boshqa texmi ko'p qarindoshlarimiz asarni anglab, marhum olimimizning bu hayot kashmishidan xabardor bo'lsin. Ma'qul amsa kelar qitimliq anglishimizda ko'rishaylik. Xayri xo'sh, omon bo'linglar. Atrofdagi manzarani biroz ko'stay sizlarga. Degan güzeller. Hayır hoş, kelar qitim ko'rishaylik.